Homiladorlik davrida jinsiy hayot. Agar qarshi ko'rsatmalar bo'lmasa, homiladorlik davrida jinsiy hayot kechirish mumkin. Qarshi ko'rsatmalarga homiladorlikni to'xtatish xavfi, erta tug'ruq xavfi, o'rnatilgan aksher pesariysi yoki bachadon bo'yni tikilgan bo'lishi kiradi. Agar yuqorida sanab o'tilganlardan hech biri bo'lmasa, jinsiy hayot kechirish mumkin va hatto kerak. Eng keng tarqalgan qo'rquvlardan biri erkak zarar yetkazishi mumkin degan xavotirdir. Aslida esa bu mumkin emas, chunki bola qin uzunligi, bachadon bo'yni uzunligi, bachadon mushaklari va homila suvlari bilan himoyalangan. Shuning uchun hatto eng katta o'lchamlarda ham chaqaloqqa zarar yetkazib bo'lmaydi. Ikkinchi qo'rquv, lazzat cho'qqisiga chiqish erta tug'ruqni keltirib chiqarishi mumkin degan xavotir. Bu ham to'g'ri emas. Agar shu yo'l bilan tug'ruqni chaqirish mumkin bo'lganida, tug'ruqxonada allaqachon dori vositalari bilan stimulyatsiyani bekor qilishgan bo'lardi. Homiladorlikda hamma pozalar qulay bo'lavermaydi. Shuning uchun o'zingizni qanday his qilayotganingizga qarab, sizga qulay bo'lgan holatni tanlash kerak. Agar pastki qorin sohasida og'riq yoki tortuvchi hislar paydo bo'lsa, jinsiy aloqani to'xtatgan ma'qul. Agar og'riq uzoq vaqt davom etsa, shifokorga murojaat qilib ko'rikdan o'tish kerak.